Qanday qilib Kanadaga kelsam bo'ladi? Demak, bugun sizlarga Kanadaga immigratsiya qilishning 4 ta asosiy yo'nalishlarini sanab o'taman. Bulardan biri siz demak vaqtinchalik rezident sifatida, ya'ni turist sifatida tashrif buyurishingiz mumkin. Ikkinchi yo'nalishimiz demak siz doimiy rezident, ya'ni permanent resident PR orqali mamlakatga doimiy yashash huquqi asosida kirib kelishingiz mumkin. Eng mashhur yo'nalishlarimizdan biri bu uchinchi yo'nalishimiz, ya'ni student vizasi orqali mamlakatga o'qish uchun kirib kelishingiz mumkin va eng oxirgi sizga eng ko'p imkoniyatlarni taqdim etadigan yo'nalishlardan biri bu maxsus programmalar orqali, ya'ni ishchi vizasi yoki bo'lmasam Atlantic program yoki bo'lmasam qariyalarga qarash maxsus takliflar orqali Kanada davlatiga tashrif buyurishingiz mumkin. Izohlarda yozib qoldiring, kimga qaysi yo'nalish qiziq bo'lsa, keyingi videolarimizda ana shu yo'nalish haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz.